Baxtli bo'lgan ayol o'z-o'zidan chiroyli bo'laveradi. To'g'ri, erga teguncha qiz bola tabiiy o'zi o'sha ota-onasidan o'tgan genetik chiroyi bo'ladi. 3 ta farzand dunyoga keltirgandan keyin har qanaqa go'zallik ham sekin-sekin so'ngishni boshlaydi. Lekin o'sha go'zallikni so'ngmasligi uchun er tarafdan qo'llab-quvvatlab, parvarishlab turilsa, stresslar kam bo'lsa, mehr berilsa, o'zini u ayol eri bilan baxtli his qilishni boshlasa, unda qarichilik jarayoni sekinlashadi. Uni terisida gormonlarni to'g'ri ishlashi natijasida tabiiy go'zallik uzoqqa ketib qolmaydi. Ayolini qo'llab-quvvatlab, uni baxtli bo'lishiga sababchi bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlab tursa, unga moddiy imkoniyatlar yaratib bersa, uni motivatsiya qilib tursa erkak kishi, baxtli bo'lgan ayol o'z-o'zidan chiroyli bo'laveradi. Bir xil ayollar bor, erga teggandan keyin er agar yomon abyuzer bo'lsa, nuqul tahdidlar ostida bo'lsa, azob beraversa, stress bo'laversa, gormonal fon o'zgaradi ichida. Faraz qiling, siz har kuni uyga boryapsiz ishdan keyin, lekin uyda sizni bir ajdarho kutib turibdi. Rost ekan, siz qo'rqib boryapsiz. U ajdarho har doim sizni o'zini olov bilan purkiydi, qattingizni kuydirib og'riq beradi. Mana mashina, avtomobil sotib oldingiz. Unda faqat ertalab ishga boryapsiz, ishdan qaytyapsiz. Boshqa payt u turibdi. U sizga 10 yil tiq etmay xizmat qilib beradi. Moyni almashtirasiz, kalotkasini almashtirasiz, balonni almashtirasiz, bo'ldi. Lekin siz uni mashinani, yangi mashinani tindirmay 2 yil davomida 24 ga 7 ishlatsangiz-chi, 2 yilda chochilib tushadi mashina. To'g'rimi? Xuddi shunaqa ayol ham, erkak ham. Qancha uyda mehr ko'rsa, qancha yaxshi munosabatda bo'lsa va ishxonasiga xursand bo'lib ketsa, ishxonasidan ham mamnun bo'lsa, ana o'shanda ayol ham, erkak ham qarish jarayoni, xunuvlashish jarayoni to'xtaydi.